Shavkat Mirziyoyev nega ayollar bu ko'chasida yo'qotsa qanday yashaydi? Qanday yashaydi? Ne ishingizni tayini bor? Nega o'g'lim hozir qamoqxonada yotibdi? Sidorga beryapti. Sidorga berayotgan odamni ham qamash kerakmi? Iltimos, Kattaqo'rg'onga boring. O'g'lim Hamroqulov Firdavs ikkinchi guruh nogironi. Erim bir alkash. Nima qilishim kerak? Men bir ayol bo'lsam, 4 oydan bo'lsa ishlaganim yo'q. Uyimda hech narsam, hech vaqom qolmadi yeyish uchun. Kim menga qarashadi endi? Kim? O'sha retingingiz menga bir non beradimi? Ret chiqarding deb. Padaringga ming la'nat reting bilan. Onasini eshak siqsin. Haromi. Har ikki kunda bir marta ovqat oziq. Har kuni sen bo'lsa 3 mahal ovqatlanasan. Menchi kuniga bir marta tomog'imdan ovqat o'tadi. Nimasam yo'q. Bolam yerda qiynalib yotsa, men qanday yashayman? Ayt, qanday yashayman? Qaysi gunohim uchun? Iltimos, Kattaqo'rg'onga keling. Bolalarni qamashdan oldin borib qo'yilayotgan joy. Qamoqda oldin ushlab turayotgan joyda qamoq. Kattaqo'rg'onda joy bor. Samarqand tuman, Samarqand shahar. Hammasi shu yerda. Qanchadan qancha tuhmatga qolgan bolalarni ko'rasiz.